Mana buni yopilishini qaranglar. Voy, narsani yemisan. Mana svejisi kelib qoldi-yu, 909 pullarda. Bu mashinani OLXda yoki boshqa kanallarda 11 ming, 11,5 ming atrofida ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bugun bizga mana sotuvga keldi, xudo xolasa 2006-yil. Kraskasi top toza, 2023-yil salondan chiqqan, hamma birkasi, vinkodlari o'ziniki turibdi. Salonda saqlangan videolari ham bor. Olaman degan odamlarga tashlab beramiz. Kraskasi top toza, probegi 19 ming kilometr yurgan. Saloniga kiraman desangiz, nima narsa kerak bo'lsa, mana hamma narsasi qilib qo'yilgan. Salon polniy koja qilingan. O'zlarini didiga moslab P80 magnitofonlar, estradnik kolonkalar ustanovka qilib qo'yilgan, pultlari bor. Mashinamiz xullas haydashga tayyor holatda olasiz, hech qanaqa tuning qilmaysiz. Patologiyaga ham polniy qoraytirilgan. Telepoy zonalarigacha ustanovka qilib qo'yilgan. Do'raglaz oynaladi, holda laboy qora. Probegi 19 ming. 19 ming yurgan ekan. Egalarni yetishi bo'yicha xudo xolasa mashinaga javob beryaptilar. Yaxshi holatda. Stanloy, Dons haydayman deb niyat qilganlar bo'lsa, mana hozir orqalarini ham ko'rsataman. Olib bazax haydasanglar bo'ladi. Orqa bagajlari, endi bunaqa narsalar faqat Next'ga yarashadi, boshqa mashinaga yarashmasa ham kerak. Mana. Probegiga shubha qilmasligingiz uchun va shumkasini ham qo'ymasdan shunday saqlab qo'ygan ekanlar mashinani. 19 minglik mashinaga qanaqa tarif berish kerak bilmayman. Qimmat mashina ancha bo'ladi qo'ymaganimga. O'tirasizlar, mashina qilib mazaq haydab ketasizlar. Blackano qilib qo'yilgan hamma narsasi. Koja tortilgan, tarpetkasidan tortib afishkasigacha. Endi men aytdim egalariga, bekor qilgan ekan shu ishni deb, yo men ham tayyorini olganman mana shu holatda deb aytdilar. Atak yarashib turibdi, yomon emas. Dons motor, super salon, konditsioner, hamma narsasi bor. 19 ming kilometr yurgan, kraskasi top toza. Narxiga keladigan bo'lsa, 11 ming, 11,5 mingga qo'yilgan mashina. Biz sizlarga bu mashinani 10.200 ga qo'yib beramiz. Kelishadigan, o'tadigan joyi bor. Pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar aloqaga chiqib savdolashib olib ketsanglar bo'ladi. Yaxshi tinch holatdagi 2006-yilgi Stanoy Dons motor xolab yurganlar bo'lsa, videoni yuborib qo'yasizlar.